Xuddi shunaqa oyoq kiyim qo'yish uchun ruschasiga obunitsa deyiladi. O'zbek tiliga oyoq kiyim qo'ygich. Shunaqa oyoq kiyim uchun shunaqa narsalar kimga kerak bo'lsa, aytsalaringiz, zakaz qilaringiz. Xuddi shunday chotka oddiy qilib kraskasini xohlasangiz oq rang, xohlasangiz mokriy, seri, qora, qanaqa kraska sizlarga yoqsa, xuddi shu rangda kraskasini urib chotka qilib beraman. Mana yuqorisiga loshkani oyoq kiyim kiyish uchun loshkani qo'ysa ham bo'ladi yoki sochi bu narsalar ilib qo'yish uchun bitta ilgisi ham qo'yganman, 4 ta tepa qismiga. Buni razmeri balandligi 1.80, vanergacha 1.10. Bundan yuqorisi 75. Mana shunday o'zi 75 sm. Vanergacha 1.10. 5 talik. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta. Eni 1 metr. Balandligi 1.10. Har bittasining orasi 27-26 santimetrdan. 26 santimetrdan har bittasining orasi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana obunitsa ham kraskasini urib bo'ldik, oyoq kiyim qo'ygishdi. Qora kraska urdim. Endi yaxshi chiqdimi, yomon chiqdimi o'zlaringiz kommentariyaga yozib qoldirasizlar o'z fikrlaringizni. Hozir yana bir silab uraman, bo'ldi. Shu bilan egasiga o'rib beraman. Mana shu videoni hammaga jo'natib qo'ysalaringiz, keyin istoriyaga qo'yib, hammaga tarqatib, podpischiklarim ko'payib, sizlar tufayli eng yuqori balandlikka chiqib olsam, xudo xolasa, bir umid sizlardan minnatdor bo'laman. Faqat podpishka qilib, qo'llab-quvvatlab tursalaringiz bo'ldi. Hammalaringizga chin yurakdan minnatdorman. Hammalaringizga chin yurakdan rahmat. Sog' bo'linglar. Yana xudo xolasa yangi videolarni kuzatib boraversalaringiz qo'yamiz. Faqat sizlardan iltimos, videoni har bir qo'ygan videolarimni shu hammaga tarqatib, podpischilar ko'paytirishga yordam bersalaringiz, sizlardan iltimos qilib qolaman. Yana bir bor rahmat hammalaringizga. Sog' bo'linglar. Hammalaringizdan chin yurakdan minnatdorman.